Konnichiwa hammaga. O'shanda narsalarni orzu qilib yuradigan bolani animesini ikkinchi, ya'ni davomi filmiga xush kelibsizlar. Ko'ramiz endi bu qismda arra odam o'q iblisini o'ldirishga hatyabi yaqinlashadimi yoki teskarisi. Anime boshida Denji yana o'sha tor ko'chalarda yurardi. Bu albatta uni har kungi ko'radigan tushi va hammasi bir xil. Denji o'sha eshikning yoniga kelganda pochta unga hech qachon bu eshikni ochma deb tushuntirdi. Lekin xavotir olmasak bo'ladi. Bu tush Denji uchun oddiy hol bo'lib qolgan. Power ham hozir o'zi uyg'ondi, lekin unda shoh ikkita emas, 4 ta bo'lib qolgan. Va yana qo'shimchasiga uni hatto kuchi ham juda ko'payib ketibdi. Va endi ular Power Makimani yoniga olib borib, ozgina o'qitirib yuborishadi. Makima tekshirgandan taxmin qildiki, Power juda ko'p qon ichib yuborgan. Power endi ozgina muddat bu joyda qoladi, lekin Denjiga yana sherik kerak bo'ladi. Demak, endi bundan keyin Denjining sherigi iblis akula bo'lib turadi. Makima Denjini bugun ozgina xafaligini payqadi. Va unga agar xohlasang ertaga uchrashuvga chiqamiz deb taklif berdi. Ertasi kuni bo'lsa Denjini boshi osmonda. Mana nihoyat Makima ham keldi. Denji uni ko'rib sal qolsa erib ketardi. U endi nima qilamiz deb so'ragan edi. Kino ko'ramiz, dabba. Nima? O'sha paytdan boshlab kechqurungacha ular faqatgina kino ko'rib o'tirishdi. Bu kinolarning orasida oxirgi kinoni oxirgi sahnasi juda ham hissiyotga boy bo'ldi. Denjini bugungi kundan hafsalasi pir bo'lgani aniq. Denji Makimaga manda yurak bor deb o'ylaysizmi deb savol berdi. Makima Denjini ko'ksiga boshini qo'yib yurak urishini eshitdi. Va u ha bor dedi. Shu bilan ketdi. Ertasi kuni Denjining kayfiyati yaxshi edi, sababi uni yuragi bor. Umrida boshqa odam uchun hech qanaqa pul ishlatmagan Denji hozir xayriya qildi. Menimcha qo'ymas bitta buqami so'yib yuborish kerak. Har bir xayriya qilgan odamga gul berish olgan ekan, Denji gulni olib yeb yubora qoldi. Ehtimollarga qo'y so'yish shart emas, chunki Denjini o'zi qo'y. Denji bo'sh qolgan vaqtida Makima haqida o'ylaydigan bo'lib ketdi. Birdan yomg'ir yog'ishi boshlab ketdi. Keyin Denji pana joyga o'tib ola qoldi. Yomg'irdan qochib u joyga yana bitta qiz kirib qoldi. Denjining tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'lib qoldi va bundan u qiz juda ham xursand edi va Denjini bitta kofe bilan mehmon qilishga va'da berdi. U hali kafega borishga ulgurmasdan Denji allaqachon o'sha yerda o'tirgan edi. U rostdan ham Denjini kofe bilan mehmon qildi, lekin menimcha bu achchiq kofe bo'lsa kerak. Bu qiz ismi Rezeligini bilib oldik. Sekin-sekin ular yaqinlashib tanishib olishdi. Hozirda Kiniyam yangi sherigi bor, ya'ni bu farishta iblisi g'alati eshitilar ekan. Akiyamallab u bilan bitta jamoada ishlash kerak, lekin bu juda ham qiyinlashib ketyapti. Ular dashi bir-biri bilan kelisha olmayapti ammo Denjining yuragi Makimaga tegishli, lekin uni tanasi negadir Rezening yoniga harakatlanyapti. Denji hozir 16 yoshda bo'lsa ham, ammo maktabga bormaydi, sababi u shunchaki ovchi bo'lib ishlaydi. Lekin u Reze bilan bitta maktabda o'qishni xohlashini aytdi. Reze bu gapni eshitib xursand bo'lib, unda tunda maktab binosiga boraylik deb unga taklif berdi. Denjining qo'ldan yo'q demaslik kelishini bilib turib, okey deymiz. Siz bo'lsa like bosib qo'ying. Shunaqa chiroyli o'tayotgan vaqtlarning bittasida Denjining yuragini qolgan iblisi xohlashini esdan chiqarib qo'ymaylik. Va o'sha iblisga ishlaydigan bir to'da insonlar ham bor. Kechasi ular maktabga kirishdi va ko'chada yomg'ir yog'yapti.
Reze Denjiga hozir bitta savol berdi. Ya'ni shahar sichqonchasi yoki qishloq sichqonchasi qaysi birini afzal ko'rasan deb aytdi. Agar qishloq sichqonchasi bo'lsang, xavfsiz hayot kechirasan, lekin ovqat topish ancha qiyin. Agar shahar sichqonchasi bo'lsang, ovqat topa olasan, lekin o'tda yashab ketish juda qiyin. Farishta iblisi qishloqda bo'lish xohlagan edi, lekin Makima uni shu joyga olib kelgan. Lekin Denji uchun ovqat bilan qiziqarli narsalar bo'lsa bo'ldi. Reze bilan Denjining hali birinchi uchrashuv tugamasdan Reze sirazi ikkinchi uchrashuvi taklif qildi, faqat bu festivalda bo'ladi. Reze hozir hojatxonaga ketdi va bu paytda Denji zerikkanidan Anibla platformasiga kirib, o'zi yoqtirgan animeni davomini ko'rishni boshladi. Va buni yaqqol sababi Aniblada juda ko'p animelar chiqayotganidan. Siz yana xuddi shunday zo'r platformalarni qayerdan ham topa olardingiz. Demak, endi kech bo'lmasdan sirazi unga qo'shilib olish kerak. Reze orqaga qaytayotgan paytida uni kimdir kutib turgan edi. Reze tomgacha qochib chiqdi, lekin o'sha buni umuman foydasi yo'q edi. Va birdan Rezeni jahli chiqib, uni sirazi joyida bo'g'ib o'ldirdi. Endi u tezroq Denjini yoniga qaytish kerak. Biz ikkinchi uchrashuvga ham keldik. Bu uchrashuvimiz festivalda bo'lardi. Bu paytda Reze Denjiga borgan sari yaqinlashayotganini ko'rsak bo'lardi. Ular hamma narsa tepadan yaxshiroq ko'rinadi deb o'ylab tepaga chiqib olishdi. Ular hozir bu joyda butunlay yolg'iz edi. Reze biroz o'ylandi va Denjiga o'zini sevgisini izhor qildi. Va bu joylardan birga qochib ketishni taklif qildi. Va keyin Reze Denjini tilini shundoqqina sug'urib ola qoldi. Denjini yana sevgi borasida umuman omadi kelmadi. Yaxshi uni baxtiga Bim shu atrofda yurgan edi. Va endi aniq bo'ldiki, Reze bu bomba iblisi bo'lgan ekan. Reze ularni qancha tutishga harakat qilmasin, Bim amallab Denjini u joylardan uzoqroq olib ketdi. Lekin Reze umuman taslim bo'lishni xohlamagan edi. Aki va o'zimizni bolalar ketishdi. Endi bu yoqga iblis ovchilarni o'zi hal qilishga harakat qilishadi. Reze boshqa hech kim o'ldirish xohlamasligini aytdi. Unga shunchaki Denjini yuragi kerak. Lekin Aki Denjini unchalik osonlikcha berib qo'yish xohlamadi va u maxsus guruhga qo'ng'iroq qilib yordam so'radi. Boshida Moskvadagi Reze bilan kamida 45,5 soat urushadi deb o'ylagan edim. Lekin Rezeni qanchalik kuchliligini bilib, shunchaki Kobenini tashab ketib qochib qo'ya qoldi. Mana do'stlar, Rodan filmini birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi hozircha va ikkinchi qismni allaqachon tayyorlab bo'lganman. Shu videoni laykini va kommentariyasini va menga obuna bo'lishinglarni cho'tkiq bersanglar sirazi chiqarib yuboraman, chunki u narsa allaqachon menda tayyor. Shuncha payt qolib ketganimni sababi va oldin sekin-sekin videolar qilganimni sababi men rosa ko'p kasal bo'ldim o'z oxirgi paytlarda. Zo'rg'a amallab videoga vaqt ajratdim, shunaqa paytlar bo'lib turdi. Lekin shuni ham patesh qilganlarga rahmat. Endi bu yog'iga ko'proq vaqtim bo'ladi va normalniy sog'aydim desa ham bo'ladi. Hammaga rahmat shu joygacha ko'rganlarga. Sizlar bilan birga Mitsushi bo'ldi.